Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mashinamiz Damas avtomobilimiz. Damas 2022 ishlab chiqarilgan Darkman Blue Sweet. Mashinamiz polni shumka bo'lgan. Mashinamiz o'zini zavodskiy balonlarida turibdi. Balon holati yaxshi. Mashinamiz metan balonlar ham ustanovka etilgan. Mashinamiz plyonkalar bilan turibdi. Mashinamiz narxi 78 million so'm. Mashinamiz probegi 52 ming probeg. Mashinamiz agarda kredit olaman desangizlar, oldindan 5 million so'm bersangizlar 4 yil oylik to'lov 3 million 400 dan. Agarda 6 million so'm beradigan bo'lsangizlar 5 yil oylik to'lov 3 milliondan. Hurmatli obunachilar, mashinamizni signalizatsiya pultlari ham bor. Mashinamiz holati ideal holatda turibdi. Sizlarni diğer haftada kutib qolamiz.